Leximizden andaki mavzusu Yangechi Amerika'nı ziyaret kıldı. Talaş tartış buluvatkan 3 meselege duç keldi. Mavzulu haber 2. ayının 26. günü Dovit orbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining taklifiga binoan Jungo Davlat Mahkamasining a'zosi Yang Jiechi 2. ayning 27. kunidan 28. kuniga qadar Amerika Qo'shma Shtatlarida ziyoratda bo'ladi. Demak, dal bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida Jungo Davlat Mahkamasining a'zosi Yang Jiechi apandi ziyorat qilyapti degan gap. Bu Prezident Trump hükümeti vazife o'tirgandan buyon Amerika Jungo o'rtasida yuqori darajalik uchrashishning o'rinlashtirishidir. Ikki taraf sezgir 3 masala bo'yicha fikr almashtirdi. Yaponiya iqtisod uchurlari 27 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Gerçi Yang Jiechining bu qatam Amerikaga ziyoratga berishi Amerika Jungo munosabatini pasaytishni ilgari surish. Yani ciddileşken münasebetini pasaytishni ilgari surish. Jungo'nun reis Xi Jinping bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning uchrashishini yüz so'zlashishning yaxshi fursati o'rinlashtirish uchun yüz so'zlashishning yaxshi fursati bo'lsa-mu, lekin 3 tartiblik sezgir masala bo'yicha o'rtaq tunish kelishda yanada to'sqinlik uchraydi. Avval yo'pirilib keladigan masala Çavuşen meselesidir. Yang Jiechi 21. kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Rakis Tillerson bilan telefonda so'zlashganda ikki taraf Çavuşen yadro qurollari masalasining Rayonning muqimligiga zo'r tartib ekanligi to'g'risida o'rtaq tunish kelgan edi. Yang Jiechi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Rakis Tillerson so'zlashganda Çavuşen meselesida o'rtaq tunish kelgan. Lekin konkret siyosiy tadbir masalasida garchi Jungo hukumati Çavuşendan ko'mir import qilishni to'xtatganligini jakarlagan bo'lsa-mu, Prezident Trump hukumatining Çavuşen qaratgan qattiq siyosatini qabul qilmadi. Balki Çavuşen Amerika suhbatini ilgari sürmekçi bo'ldi. Ondan qalsa ikinci mesele Prezident Trump hükümeti Jungo'nun Janubi dengizini o'zsiz harbiylashtirish masalasida sobiq Prezident Obama qaraganda texama qattiq cheklash pozitsiyasini qo'llanganligi uchun Yang Jiechi Jungo'nun Janubi dengiz harakati to'g'risida tushuncha berishni zarur deb hisoblaydi. Belki Jungo'nun alaqadar tadbirlariga qarata to'sqinlik paydo qilmaslikni Amerikaga talab sifatida o'tirib qo'ydi. Yani Jungo'nun Janubi dengiz to'g'risida tushunchalarini Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga tushuntirdi, tanishtirdi. Shuningdek, Janubi Jungo dengizi masalasi to'g'risida Jungo'nun harakat va faoliyatlariga Amerika tarafidan to'sqinlik qilmasligini talab qiladi, deydi Yang Jiechi. Shunchidan Jungo Amerika savdo masalasi Prezident Trump Jungo'ni yangidan ayblab, pulni kontrol qilg'ur chempion davlat deb atadi. Yaqinda Jungo Amerika savdo masalasi to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungo pulni kontrol qilg'uchi chempion davlat deb atadi. Balki Jungo savdo urushi qilish faqat vaqt masalasi deb ko'rsatib, Jungo bilan savdo urush qilish faqat vaqt masalasi bo'lib qoldi deb ko'rsatib, Jungoga dushmanlik pozitsiyasi qo'llanganligini kaskin oshkorladi. Nima deydi? Uchinchidan, Jungo Amerika savdo masalasida Prezident Trump Jungoni yangidan ayblab, yana boshqadan ayblabdi. Pul kontrol qilg'uchi chempion davlat deb atadi. Balki Jungoga savdo urushi qilish faqat vaqt masalasi deb ko'rsatib, Jungoga dushmanlik pozitsiyasi qo'llanganligini kaskin oshkorladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo'ning tirishchanligi ko'zlagan maqsadga yeta olamdi. Masalan, bu qatim bu suhbatning halqaliq tarafida
ko'zlagan maqsadga yetish yangicha Amerikada elib boradigan suhbatning halqalik masalasi. Jungo maqsadiga yetish kerak deydi. Shundaqla Amerika va Jungo davlat boshliqlarining burunroq uchrashishiga ta'sir ko'rsatadigan halqalik masaladir. Demakki, yangicha bu qatim Amerikada suhbatda o'z ko'zlagan maqsadga yetalisa, ikki davlat rahbarlari tez orada uchrashadi. Agar ko'zlagan maqsadga yetilmasa, ikki davlat rahbarlarining uchrashishi keyinga qoldiriladi deydi. Yani bu yerda diqqat qiladigan, yani shunday bir masala, 27-kuni Beijingdan qo'zg'algan davlat mahkamasining a'zosi Yang Jiechi apandi Amerika qarab chiqqandan keyin Jungoning Hrimiri bayoni Xalq gazeti Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi apandining bir parcha maqolasini e'lon qildi. Bu maqola hozirgacha Jungo matbuotlaridan sistemli yoki biroz ko'z qarashni ilgari surgan holda e'lon qilingan, kishilik huquq to'g'risida e'lon qilingan bir parcha maqola deyishgan bo'ladi. Bugün biz bunu sizlarga so'zlashga ulgurmadik, bugun kunda keldi. Hozir Yang Jiechi Amerikada ziyoratda bo'lyapti. Bu kishilik huquq qarashlari to'g'risida ham nazariy tafakkurmi bor, ham konkret bir ishga jumla so'zmi bor. Shundaqla qolgan gaplarning o'zi burunqidek takrorlanadigan, amaliyotda ishlamaydigan, nazariya matbuot sohasida takrorlaydigan, amaliyotda ko'rilmaydigan masalalarni eg'izga olibdi. Lekin bu kishi Wang Yi, ministr Wang Yi nimishqa dal mush kunda kishilik huquq to'g'risida eg'iz ochib qoldi. Ondan qaraganda xulosa qilish bo'ladiki, bu qatimqi Yang Jiechi apandining Washingtonni ziyorat qilishi masalasida yuqorqi 3 masala, Yaponiya gazeti o'ttirib qo'ygan yuqorqi 3 masaladan boshqa kishilik huquq masalasi ham bu qatim suhbatga qo'yiladigan masala bo'lishi kerak. Agar undaq bo'lmagan bo'lsa, bu 27-kunida Yang Jiechi Amerika qarab chiqqan kundida Hrimiri bu maqola e'lon qilmaydi, Wang Yi kishilik huquq to'g'risida so'zlamaydi. Onun üstüge Wang Yi hozir Tashqi ishlar ministrligining ministri bo'lgandan tortib hozirgacha kishilik huquq to'g'risida ko'p so'zlagan emas. Lekin bundaq so'zlagan emas. Bu qatim o bir battak sahifada kishilik huquq to'g'risida so'zlashdi. Shunga qaraganda bu qatimki suhbat yuqorqi 3 masaladan boshqa kishilik huquq masalasini o'z ichiga olishi mumkin deb faraz qilishga bo'ldi.